Assalomu alaykum aziz aslovchilar, kuzatib oluvchilar. Mana bugungi qilinadigan ishimiz bir hafta mobaynida reja qilindi. Anvaraka yo'l bo'lsin. Alloh nasib qilsa, xayrli ishni boshlagan ekanmiz. Oxirigacha xayrli qilsin. Chavoq qo'yamiz endi. 21-aprel 2026-yil. Tabiatga qiladigan ehson o'zi. Tabiat sevinglar, o'zinglardan keyin qoldiq chiqindilarni olib ketinglar. Hammalarga omad, kuzatib turinglar. Bugungi videomiz noan'anaviy boshqacha video. Mana har doim uyga borardik. Bu yoqqa borardik. Bugungi kelgan manzilimiz Qo'rg'onchi tumaniga keldik. Aslovchilar jamoasi bilan mana shu tashkil ishni reja qilgan edik. Mana alhamdulillah yetib keldik. O'sha kunlarga Oldingizjon akamizdan chavoq xarid qilamiz va albatta buni oxirigacha kuzatib borsanglar, yarim qismini Daryoga, yarim qismini Toshkentdagi Minor masjidining oldidan qo'yib yuborish rejalarini qilganmiz. Albatta ustalarimiz bilan tashlab berganmiz. Albatta qadrdonlar bu joy lokatsiyasini tashlab o'tib ketaman. Bekzod akamizni nomerlarini ham tashlab o'tib ketaman. Shunaqa chavoq balig'i xarid qilish niyati bo'lsa, bemalol Bekzod akamizga murojaat qilasizlar. Chiroyli qilib o'shligi ajoyib maxsus paketini bir ko'pchalarga joylashtirib, o'zingiz istagan darajada sazan balig'i, amur balig'i, talsuluq balig'ini ham chavoqlarga qo'yib murojaat qilasizlar. Bemalol o'zlari chiroyli qilib dastavka beradilar yoki o'zingizga kelib bemalol ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Maşallah, canavarlar şakasılar. Hozir katta daryoga borasiz, saklaymaydi. Maşallah. Ay canavar hozir borasizlar. Manzilga. Mana qadrdonlar maxsus mana bu qoplarga solib qo'yishadi, chiroyli qilib. Har bitta qopga 5 kilodan joylaymiz deyapti. Va ichlariga kislorod berib, manzilga bemalol qo'yadi. 5 kilomi? 5 kilolar bo'ladi. Shakllilari bor ekan. Nima deydi buni aka? Ukrainka sorti. Ukrainskiy sort ekan bu. Sazanning nomi Ukrainka. Bekzod aka, bu balu qanchada 1 kilo bo'ladi aka taxminan? Bu endi qarashga bog'liq. Agar siz daryoga qo'yib olsangiz, birpasda katta bo'ladi. Voy, mana qasi ham bor ekan. Qo'yib yuboring ichiga. Mashallah. Voy, trafik chiqib qoldi-yu, trafik. May oxirlarigacha ham Oki bu 5 oyda katta 1 kilo bo'lib qoladimi? bemalol. Undan ham katta bo'lib ketadi 5 oyda ichida. 5 oyda bundan ham katta bo'lar ekan. Voy, trafiklar chiqyapti. Do'stim, sen bitta o'ynatvoring shu kattasini. Bitta ko'raylik kattasini. Mana voy, mana bunaqalar ham bor ekan. Mashallah. Mana har bitta qopimizga 5 kilodan bo'lishdi. Unga albatta kislorod qo'shib qolagan manzilga yetib boradi orqada. Mana bu amur balig'i. Ana. Amur chavoqlari, jonivorlar. Aziz aslovchilar, kuzatib boruvchi qadrdon ovchilar, barchalarga kattakon rahmat. Mana shu xayriyamizga, tashkiliy ishimizga hissasini qo'shgan barcha aslovchilarga, barcha aslovchilar jamoasiga, ustozlarimizga, qadrdonlarimizga, aka-ukalarimizga barchalarga kattakon rahmat. Rejalangan ishimiz a'lo darajada ketyapti. Dehqon akamiz, Bekzod akamiz mana chiroyli qilib o'zlari yetishtirgan sazan chavog'i va amur chavog'idan xarid qildik. Hozir chiroyli qilib o'zlari baraka topsinlar. Mana ularni hozir olib borib Sirdaryoga va Toshkentdagi Minor masjidining oldiga Anhor kanaliga qo'yib olamiz. Ustozlarimizga kattakon rahmat. Duo qilib bering endi dehqon akamizga, barcha hissasini qo'shganlarga. Ilohim. Allohim qilayotgan ishingizni oxirigacha xayrli qilsin. Eson-omon tugatib olaylik qilayotgan boshlagan ishlaringizni. Shu ishga hissa qo'shgan borki, hamma insonlarni topgan-tutganiga Alloh baraka bersin. Qo'yindik nimaiki yaxshi ezgu niyatlari bo'lsa, Alloh o'zi bekam ko'z yetkazsin. Rahmat. Alloh. Bekzod aka rozimisiz aka? Sog' bo'linglar, hammalarga. Mana ortilgan ma'lumotlarimiz, ona tabiatda asraymiz, natijasini ko'rsatib turadi. Rahmat aka, sog' bo'ling.